Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda soxta cheklarni sotish maqsadida guruhlar tashkil etib, ular orqali fuqarolarga o'zlari aslida xarid qilmagan tovarlar uchun soxta cheklarni ma'lum bir haq evaziga sotish holatlari kuzatilmoqda. Aynan shunday holatlarga chek qo'yish hamda byudjet mablag'lari asossiz sarflanishining oldini olish maqsadida Farg'ona viloyat soliq boshqarmasi Compliance va korrupsiyaga qarshi nazorat bo'limi xodimlari hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Farg'ona viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Nazorat tadbirlari natijasida jami 211.584 nafar fuqaroga aslida mavjud bo'lmagan soxta cheklarni sotish orqali 28 milliard 500 million so'm cashback summalari hosil qilib, undan 3 milliard 200 million so'mini byudjetdan asossiz ravishda qaytarib olinganlik holati aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Farg'ona viloyat boshqarmasi tomonidan 7 nafar mas'uliyat cheklangan jamiyatlar mansabdor shaxslariga Jinoyat kodeksining 167 hamda 228-moddalariga asosan jinoyat ishlari qo'zg'atildi hamda hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shunday ekan, hurmatli soliq to'lovchilar, agarda siz ham yuqoridagi kabi holatlarga duch kelsangiz, Farg'ona viloyat soliq boshqarmasi Compliance va korrupsiyaga qarshi nazorat bo'limiga quyidagi aloqa kanallari orqali murojaat qilishingiz mumkinligi eslatiladi.